Assalomu alaykum qadrli muxlis. Jahon chempionati arafasida Milliy futbol kanali sizga eng qaynoq yangiliklarni ulashishda davom etadi. Agar ushbu videolarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz boshladik. Niderlandiya terma jamoasi Jahon chempionati oldidan o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida O'zbekistonni 2-1 hisobida mag'lub etdi. G'alaba qozonilganiga qaramay, o'yindan keyin jamoa sardori Van Deykning fikrlari Niderlandiyada bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Bu natija yaxshi hissiyot beradi, dedi himoyachi NOC telekanaliga bergan intervyusida. Van Deykning ta'kidlashicha, mazkur bahs futbolchilar uchun Jahon chempionatida Yaponiyaga qarshi o'tadigan ilk o'yin oldidan mahalliy sharoitlarga moslashish imkonini bergan. Ko'rinib turibdiki, biz hali bu sharoitlarga to'liq ko'nikib ulgurmadik. Maydon tez qurib qoldi va bunday vaziyatda chiziqlar orasida o'ynash qiyinlashadi. Sardor o'yindan keyin ijobiy jihatlarni izlashga ham harakat qildi. Birinchi bo'limda yaxshi vaziyatlar yaratdik. Bu o'tgan hafta Jazoirga qarshi o'yinni eslatadi. O'shanda ham imkoniyatlar bo'lgan, ammo gol ura olmagan va yakunda 0-1 hisobida mag'lub bo'lgan edik, deydi Van Deyk. Biroq Van Deykning ushbu fikrlari studiyadagi boshqa ekspertlarni hayron qoldirdi. Ularning fikricha, jamoa sardori tanqidiyroq va chiqish qilishi kerak edi. Men Van Deykni ajoyib sardor va futbolchi deb hisoblayman, ammo shunday vaziyatlar bo'ladiki, sen jamoa ko'rsatgan o'yinga baho berishing va biroz qattiqroq munosabat bildirishing kerak. O'yin sifati bo'yicha ozgina bo'lsa ham norozilik va asabiylik ko'rsatish lozim edi, deydi ekspert. Ma'lumot uchun, Niderlandiya O'zbekiston ustidan qozongan g'alabadan so'ng Jahon chempionati oldidan so'nggi tayyorgarlik bosqichini yakunladi. I don't have my phone. I can use this. Yeah, I know. But today, I never get. Bugungi videoni sharhlovchi Orif Tolipovning kechagi o'yin haqidagi fikrlari bilan yakunlaymiz. Jahon chempionatini biz bilan birgalikda kuzatishda davom eting. Xo'p do'stlar, O'zbekiston Niderlandiya o'yinini ipidan ignasigacha tahlil qilamiz. Ozgina oshib bordim, ipidan ignasigacha menimcha hali Kannavaro ham tahlil qilishga ulgurmadim. Lekin baribir o'rtoqlik uchrashuvlarida o'z unaqa tahlil bo'lmaydi. Ammo shunda ham nima signallarni berdi? Birinchi navbatda biz ikkala golni penaltidan o'tkazib yubordik va 3-harakatni ham penaltili ishni ham Abduqodir Husanov amalga oshirdi. Demak, Ashurmatov ham qo'pollik ishlatdi, O'rozov ham qo'pollik ishlatdi va Husanov ham qo'pollik ishlatdi. Faqat ikkitasida penalti berildi, Husanovnikida berilmadi. Orada bo'lgan tufayli menimcha hakam ayadi. Xo'p, bu juda ham muhim nuqta, ya'ni himoyachilarimiz ulgurmayapti tezlikda, fikrda, qaror qabul qilishda va natijada qo'pollik ishlatishga to'g'ri kelyapti va bu bizga qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun himoyachilar ehtiyot bo'lishi kerak. Buni Kannavaro himoyachi sifatida o'zi anglab yetadi deb o'ylayman. Bundan tashqari, oldingi chiziqda bizda Abbosda juda ham katta mas'uliyat borligi bu o'yinda ko'rindi. Harakat qildi, yugurdi, uni ko'p yiqitdi raqib. Tezlikda biroz kechikkan joylari bo'ldi, fikrlashda, masalan, sheriklari uni tushunmagan holatlar bo'ldi. Men o'ylaymanki, Abbos baribir maydonda paydo bo'lgani yaxshi bo'ldi. Garchi o'sha G'aniyev jarohat olgani yomon bo'lsa-da, nazarimda Abbos mosroq, munosibroq edi. Ikkinchi taymda Iskandarov maydonga tushgani yaxshi va o'yinni darhol o'zgartirganini ko'rdik. Bundan tashqari Hamdamov ham yaxshi qo'shildi deb o'ylayman. Men baribir nisbatan do'stlar. Niderlandiya bilan durang o'ynashga yaqin edik. Agar Niderlandiya bilan durang o'ynaganimizda yoki masalan Jazoir Niderlandiyani yutib qo'ydi bundan oldingi o'yinda. Bu hech narsani anglatmaydi. Biz yutganimizda ham Jazoir yutgan ham hech narsani anglatmaydi. Bu Niderlandiya baribir favorit. Tarkibi juda ham kuchli, ya'ni baribir jahon chempionatida ko'p ehtimol play-offda chorak finalda bo'ladigan jamoa. Xo'p, va yana e'tiborli nuqtalardan bittasi uchrashuvdan oldin terma jamoamizni mana bunaqa qilib tekshirishgani. Endi men bilmadim, Niderlandiya terma jamoasiga oid bunaqa videolarni ko'rganim yo'q, lekin har holda jahon chempionati bo'layotgan mamlakatda shunaqa bir tekshirish ishlari amalga oshirilgan. Mundialda bilmadik qanaqa bo'ladi. Endi bu o'rtoqlik maqomida bo'lgani uchun va shtatlardagi qonun, qoidalar alohida bo'lgani uchun balki shunaqa bo'lgandir. Ko'ramiz, kuzatamiz. Sizlar nima ko'rdinglar bu uchrashuvda? Izohda yozib qoldiringlar.